Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozoridan video syomkamizni boshlaymiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Chorvaga qiziqadigan do'stlaringizga podilsiya qilib qo'ying. 22-fevral sanasi hafta kuniga yakshanba, har yakshanba Juma bozor mol bozori bo'ladi bu yerda. Sekin qatordan syomkamizni boshlaymiz. Sizlardanmi bu? Nech pul aytyapsiz? 50 million. Bolasi nima? Bolasi buqacha. 50 million baho aytilyapti. Bozor so'rayaptimi? Bozor 40-45. Nechta sutga? 18 ta kerak. Chorva bom deb yozsangiz. 18 ta sutga? Nomer qo'yamizmi? Nomerni qo'yamizmi? Mayli. Ayting. 93lik 93lik 340 340 1979. 1979. Bemalol telefon qilaverasiz. Birinchi qoringa 18 ta sutga. Yuvvoshgina. Qaysi? Ha, qizilmi? Birinchi qo'rinmagan. Kimdan ekan bu smetal? Assalomu alaykum. Nech pul baho aytyapsiz? 65 ta olacak kam bu. Bolasi qaysi? Balasi bor, ro'zilcha sminta. Bolasi g'unojin smetalchi. Nechta sutga? Balasidan tashqari 15 ta sut bor o'zi. Bolasidan tashqari 15 ta sutga. Bozor so'rayaptimi? 55 ta. Bozor 55 million so'm so'rayapti. Qorasichi? Qora kimdan qora? Yuvoshda. Kimniki bu qora? Sizlarnimi? 5 pul baho aytyapsiz. Nech pul so'rayapti bozor? Qachon berasan? 50 million bahosi, 40 million bozor so'rayapti. Bolasi nima? Bolasi buqachami deymi? Nechta sutga? 50 million so'm baho aytilyapti, 40 million so'm bozor so'rayapti. Mana bolasi buqacha. Savdosi bo'ldi. Mana shunday bo'ladi-da. Nech pul aytyapsiz aka? Assalomu alaykum. Bozor nech pul so'rayapti? 35. Bolasi g'unojin. Nechta sutga? 12 ta. 3 oylik qornida ham bor ekan. 12 ta sutga. Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. Chorva bom deb. Egizlik ona biz avcılar ona. Mana egiz ekan. Mana egasi birinchi bola. Egizak bolali ekan. Mollar nima? Ikkovi ham buqachami? Nech pul baho aytyapsiz? 100 million. Bozor so'radimi? 80 million so'rayapti bozor. 100 million baho aytilyapti. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasiga egiz.
Nechta sutga? 20 ta sutga. Nomer qo'yamizmi? Ayting. 99lik 671 77 72 92. Bemalol telefon qilaverasizlar. 100 million so'm bahosi. 80 million so'rayapti ekan. 83 million so'rayapti ekan. Adashibmiz. Qaysi kanal resbon? Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. Katta oldingi bozor yo'q. Nech pul aytyapsiz buni? 75 million kamdan kami bor. Bozor nech pul so'ra? Bozor 17-18 so'rayapti. 75 million kami bor. Bozor 65-60 so'rayapti ekan. 75 million so'm bahosi. Birinchi qoringa. Bolasi gibrid buqacha. Nomerni qo'yamizmi? Qiziqqanlar telefon qilaman. Yo'q, bilmayman, nomerini bilmayman da, telefoni bor bilmayman. O'zim. O'g'lim shu yerga bo'lsa aytadi. Tog'aniki ekan. Shuni oson-ku, bitta mush tepib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Rasm yo'q. 60 necha dedi? Ha, bo'ldi, qo'y. Beshinchi bolasi? 5-bola. Nima, xunojimmi? Nechta sutga? 20 ta kamiga. 20 ta kamiga. Bolasi xunojim 5-chi bolasi. Nech pul bahosi? 48 kami bor. Nech pul so'rayapti bozor? Bozor 41 million, 42 milliongacha. 41 million, 42 million so'rayapti bozor. Qaysi kanaldan chiqadi bu? Ha? Qaysi kanalda? Chorva bom. Chorva bor. Buni egalari qani? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamas. Nech puldan bular bahosi? Bir boshdan ayting. 50 milliondan. Uchalasi 50 milliondan. Bolalari yo'q, bo'g'oz. 5 million bo'g'oz, 7 oylik, 8 oylik, 6 oylik, 3 oylik o'tgan. 50 milliondan. Unisi nech pul chetdagi? Qaysi? Mana bu. 55 million. 55 million. Mana bu uchtasi 50 milliondan. Bo'g'ozlikda o'ri. 1 oylik, 7 oylik, 6 oylik, 8 oylik. Bebala, bo'g'oz. 4 oylik, 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik ekan. Yaxshilab. Qiziqqanlarga nomerni ayting. 93lik, 93lik, 99lik, 99lik, 445, 445, 15, 09. 09. Bemalol telefon qilaverasiz. Mana bu akamizniki. Shox chiqadimi? Yuzagini. Bizal. Shox chiqadi. Beshoqqa ham o'xshaydi, lekin.
Aka hech topolmadik-ku. Nimaga? Hozir chiqarib beraman aka. Nech puldan bahosi salom? 60 dan deyapmiz aka. 60 dan bozor bilan nima so'raymiz? Ha 140 million so'rayapti. Ikkita, 3 tanimi? 60 dan 140 million so'rayapti. Haydan qanaqa bitta torting? Bir, 2, 3'te. Uchalasini 140 million so'm so'rayapti. 60 milliondan baho so'ralyapti. Nomerni qo'yamizmi aka? Ha, Ayting. 93 93lik 354 354 36 36. nechi? 36 36 Bo'g'ozlik davri. 6 oylikdagi. 6 oylikdan ha. Hali tishi buzov. Hali buzoq tish ekan. Deyamiz aka kami bor. Shuning uchun bu yoqqa torting deyapman-ku poliyaga bir. Alasini. Aka bu qaysi kanal? YouTube'ga qo'yamiz. Buni bolasi nima? Urg'ochi. Mana shu odamni ham. Urg'och. Nech pul bahosi? 50 million. Nechta sutga? 15 ta sutga. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi, ikkinchi qonun. Qornida ham bormi? Birinchi bolasi g'onojin. Ikkinchi bahosi. Ikkinchi bolasi qornida bo'g'oz ekan. Mana qochgan videolargacha qo'yib beryapti. Yolg'onni qiladi videosini. Yolg'ondan. Davom etamiz sigirlar qatorida. 3-qorin bu. Uchinchi bolasi. Bolasi 5 kunlik. 5 kunlik bolasi. Bolasi nima? Qanacha? Nechta sutga? 7 ta suti bor. 7 ta suti bor. Bu birinchi bola bu. Bolasini olsin. Mana buniki birinchi bolasi. Bolasi bu qacha. Bu nechta sutga? 8 ta suti. Narxlari buni. Buni 30 yapman kam bor. Bozor so'radimi? Bozor 26 so'rayapti. 30 kami bor. Bozor 26. Bunisi-chi? Bunisi 35 yapman. Bozor nima deya? 31 bilan 200 ga bordi. O'ttiz besh million aytilyapti ekan, 31 million 200 so'ralyapti. Bolasi bu qacha? Oxirga bordi. Nech pul aytyapsiz aka? 30. Bolasi nima? Bolasi g'onojincha 30 million so'm bahosi. Nechinchi bolasi? 4. Nechta sutga? YouTube'ga chiqadimi? Ayb baraka. 20 ta sutga berilgan. 30 million. Ixcham puli yengillarni ko'rsatsin. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. G'onojin.
Sütü nechta? 10 ta sütü. Bahosi? Bozor bilan nima so'rami? 28 million so'm bahosi, 25 million so'm so'rayapti ekan. Bunisiga nima deysiz? Bozor nima so'ra? 25 million so'm so'rayapti. Bolasi nima? Ro'noji. Bu ham sizlardanmi? Ha, bolasi buqacha ekan. Nechinchi? Birmi? Bola. Buyuring bolasi. Bolasi davoschi. Bolasi buqacha oldi. Nech pul buni bahosi? Qaysi biri? 27 kami bor ekan. Bozor so'radimi? Bozor 20 so'rayapti, so'rayapti. 26 so'rayapti, 25 so'rayapti. Arxalak. Bolasi buqacha ekan. Nomerni qo'yamizmi? Ayting. 50lik 006 4208. Ya qiziqqanlar telefon qiladi-da, mana. Abdulla aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kanaliz zoti nima kanaliz? Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. O, bolasi nima? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Onojin. Nechta sutga? 10 ta sutga. Nech pul baho aytyapsiz, Abdulla aka? 36 million. Bozor so'rayaptimi? Nech pullar qildi? 32-33 so'rayapti ekan. 35 million bahosi. Bolasi metallga kelib beradi ekan. Nomerni ayting. 93 93lik 238 238 0836. 0836. Kanal aka bu. Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. Nima bu? Chorva bom. Rahmat. Abdulla akaga bemalol telefon qilaversa, xohlagan turdagi moldan topib beraveradi. Bitta bitta aka. Bitta bitta. Ashuladim, zakonni afzal qilinglar mana shularni. Nechinchi bolasi? 3-chi bor, qonida 4. Qornida necha oylik? 3 oylik. 3-chi bolasi. Buqacha yonidagi. Yonidagi bolasi buqacha. Nechta sutga? 8 litr. Nech pul baho? Hozir olib qo'yinglar. Nech pul baho? Hozir 45 million. Bozor nech pul so'rayapti? 37 million. 45 million bahosi. 37 million so'm bozor so'rayapti. Qovay kuzilmaz be, ey yetish. Bozor hanıma diyordu aka. Akira?
Nechi pul bu bahosi? 33. Nechi pul so'rayapti? Nechi pul? 28. Bolasi nima? Bolasi xona. Nechinchi bolasi? Ikkinchi balasi. Nechta sutga? 8ta sutga. 8ta sutga mana savdosi bo'lyapti. 20 nechi so'rayapti? 8 so'rayapti. 28 so'rayapti ekan. Bozor nima deydi? Bizlarni o'ylar telefonga chiqar, mo'ljallab bilaman. Eng ashuna qilib Ajlatib oldi. Qariyadan kelgan mana. Nechi pul aytyapsiz buni? Buni 50 million. 50 million deyapti, 41,5 so'rayapti. Bolasi nima? Balasi 50 million bahosi 41,5 so'rayapti ekan. Arodalarni ham aytaylikmi? Nechta sutga? Koreyalik onasi Beligalob. Hamma maqsad o'qiradi. Bu odam bo'lmasa, bu haligacha qilgan bo'laydi. Ha. Bu odam molni tasar yaxshi narsa aytdi. Jonim aka bironta gapirmaydi. 2 million ham so'ragan yo'q. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sekin sigirlar qatorida video syomkamizni shu yerda to'xtatamiz.